Assalomu alaykum, hurmatli Ziynat uy-joy savdosining aziz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlarga ajoyib Farg'ona shahrining Sadvin savxoz hududida joylashgan 11 sotixdan iborat bo'lgan hovli uyimizni obzorini qilib beramiz. Kirganimizda eshik tagi mana bunaqangi tunika fondan chiroyli holatda qilingan. Oynalarimiz hammasi akfa romlar, ya'ni akfani ham haligi nima deydi, taxtaligini qilingan, chiroyli qilib. Birinchi hovlini tashqaridan ko'rsatsam, bu mehmonxona, ya'ni kirganimizda ayollarga alohida, erkaklarga alohida qilingan va uyimiz mana shunaqangi chiroyli bir holatda, go'zal holatda, hamma yoq tunika fon qilingan holatda. Juda ham bir fayzli, kirganingizda o'zi fayzi shunday bir ko'rinib turibdi. Ya'ni hovli uyimiz ikki qismga bo'lingan, ya'ni hovli uy va arqa hovli uyimiz bor. 15 sotix, shuning uchun oldiga 8 sotixga uy qurilgan va orqada yana bir xo'jalik uy qurishimiz mumkin. Demak, kirganimizda o'ng tomonda mana bunaqangi mehmonxona, alohida bu tomonda erkaklar o'tirishligi mumkin, konditsionerlar qo'yiladi, qoladi, ya'ni uylarimiz abo'y qilingan, chiroyli bir holatda. Xonalar issiq, mana bunaqangi peshka qilingan, juda chiroyli. Demak, kirganimizdan keyin narigi tomonda, bu tomonda ya'ni ikkita mehmonxona, ya'ni erkak ayolga deb yaxshi niyatda xonadon egalari qilgan ekan. Hozir shu turishida xonadon juda ham bir issiq holatda turibdi. Demak, tashqariga chiqqanimizda bundan keyingi holatimiz, ya'ni naryoqda yana bitta spalniyamiz bor. Hozir chap tomonimizda mehmonxonamiz bor. Mehmonxonani ko'rsatsak, undan keyingi xonamiz bitta spalni va undan keyin oshxona va letniy oshxonamiz bor. Bu yerda bitta spalni, sanuzellarimiz bor. Hozir bu yerga uy tagida podvalimiz bor. Ya'ni bu yerga kirganimizda uyda tagi to'liq podval qilingan, hammasi ochiq ayvon, juda ham chiroyli. Yozda barhavo o'tirishimiz mumkin yoki mehmonlarimiz bilan chiroyli bir holatda mehmonlarni kuzatishligimiz mumkin bo'ladi. Demak, kirganimizda konditsionerlar qo'yilgan. Hamma xonadonga konditsioner qo'yilgan. Demak, 1, 2, 3, 4 ta va 5 ta konditsioner qo'yilgan jami. Hozir mana kirganimizda ochiq, ya'ni ayvonimiz, juda chiroyli bir did bilan qilingan uylarimiz. Bu yerda o'zi oilaga o'tiriladi. Demak, ikkita spalni, bu yerda kirganimizda bitta spalni bo'lsa, o'ng tomonimizda yana bitta spalnimiz joylashgan. Ichkarida hozir uyda xonadon ayollari borligi uchun ko'rsatmaymiz. Demak, tashqariga chiqqanimizdan keyin tashqarida demak bu joyda bitta spalnimiz bor. Spalnimiz ichida sanuzeli bilan, buni ham sanuzel kirganimizda bunaqangi holat. Bitta mana spalni to'g'rida sanuzelimiz bor. Uyimiz ham yaxshi holatda, chiroyli bir holatda. Hop. Sizlar bu yerda mana ko'ryapsizlar, chiroyli bir огород, gulzor qilib qo'yilgan. Yozda bu joylar juda ham barhavo bo'ladi. Bu joyga kelganimiz yana bitta spalni, bitta yosh kattalarga qo'yilgan, ya'ni bitta konditsioneri bor. Xona. Mana bu joyda ya'ni sanuzelimiz bor. Sanuzel akvaryumni chiroyli holatda qilingan. Yuvinish xonasi. Kichkinagina, ixchamgina uy qilingan. Demak, bundan tashqariga chiqqanimizda, demak, bu joyimizda oynalarni ham ko'ryapmiz. Akfa plastik. Bitta oshxonamiz, chiroyli oshxona qilingan, aristonlar qo'yilgan. Gazimiz baland. Uy xonadon juda ham chiroyli oshxona qilib qo'yilgan. Konditsioner bor bu joyda. Bundan keyingi joyimiz, ya'ni oshxona. Ya'ni oshxona qilingan. Oshxonamiz letniy oshxona, ya'ni o'choqlar qilingan, gaz bor. Boshqangi holatda. Gaz o'ta ham yaxshi holatda. Bu yerda omborxonamiz bor. Bundan keyin orqaga o'tganimizda, demak, orqa hovlimiz, mana orqa hovlimizda qolgan joyi, orqada joy. Ya'ni bu joyda bemalol uy qursa ham bo'ladi.
Demak mana bu yerda to'g'rida demak 9 ta molga molxona qilingan, joy qilingan bemalol. Arqa hovli uyimiz. Mana bu yerga to'yxona qilingan. Demak, xohlagan odam uy quradi, xohlagan odam xo'zdivor sifatida, ya'ni mol qo'yib boqishligi mumkin. Ya'ni hovli uy quraman degan odamlarga xohlasa hovli uy qiladi deganim, demak orqa tomonda ham ya'ni eshigimiz bor. Chiroyli uzum ekilingan, uzum ham sorti yaxshi holatda, yaxshi uzumzor, bu yerda ham bitta hosil olsa bo'ladi. Demak, orqada mana bunaqangi uzun yo'l, orqada darvoza bor ya'ni. Arkada katta darvoza, arkadagi mahalla bor. Demak, azizlar, mana shu hovli uyimiz Sadvin savxozda joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, Zinat uy-joy savdosiga murojaat qiladigan bo'lsangiz, yana ham to'liqroq bir ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.